Asaka shahridagi 8-maktabda o'qigan. Oltinoza Asaka tumanidagi oldin Leninsk shahrida bo'lgan 7-maktab bo'lgan, 7-o'rta maktab, hozirda 57-maktab. Ikkita maktabda o'qiganman. 27-o'rta ta'lim Mabahor jamoat xo'jaligida, keyin Toshtepa mahalladagi 28-o'rta ta'lim maktabida o'qiganman. Birinchi sinfdan 3-sinfgacha Asakada o'qiganman. 49-maktabda. Keyin Qirg'izistonda Aravondagi 5-maktabda o'qiganman. 9-sinfgacha. 27. Men bu vaqtlar 54-maktab deb ataladi. Bu Asaka, Leninsk rayon deyiladi. Asaka tumanidagi 12-o'rta ta'lim maktabida o'qiganman. Men shahardagi 8-maktabda o'qiganman. 30-umumta'lim maktabida o'qiganman. Ixtisoslashtirilgan, komponentlashtirilgan deb nom olgan maktab. 5-maktab. Xorazm viloyati Shovot tumani 31-umumiy o'rta ta'lim maktabiga o'qidim. Men Asaka tumanidagi Yo'ldosh Oxunboboyev tumanida o'qituvchi. Asaka tumanidagi 47-maktabda o'qiganman. Men hozirgi 55-maktab, 5-maktabda 1-, 2-, 3-sinflarga o'qiganman. Keyin qolganim 7-maktab, hozirgi 57-maktabda davom etmoqdaman. Men Asaka shahar 7-o'rta maktab, hozirgi 57-o'rta maktabda o'qiganman. 1967-yilda kelib, 1977-yilda kelganman. 24-Zafar Diyor nomli o'rta maktabda o'qiganman. Men Asaka tuman endi u vaqtda Bolakiston nomli 42-o'rta maktabda. Hozirgi 57-maktabda o'qiganman. Oldin 7-maktabda o'qiganman. Maktabda Asaka shahrida 10-sinfni bitirganman, oltin medal bilan va Andijon tibbiyot oliygohiga bitta imtihon bilan o'qishga qabul qilingan. 7-maktabda o'qiganman.